Hozir yangiliklar ko'p, ichkari kirib yana ko'rsatamiz. Sizlar amerikalik opani onalari bo'lasiz-a? Ha, onasi. Ha, onasi. Derazadan chiqib ketaman. Jasminaxon xursand. Bu teshik devorlarda asar ham qolmadi. Endi chayon, ilonlardan qo'rqmasa ham Farhod bozorida jitkaboy olsak, xullas yo'q narsani o'zi yo'q aziz do'stlar. Juda ham xursand bo'ldim. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Sizlar Hasan Himmatov kanalini tomosha qilyapsizlar. Aziz do'stlar, bugun Xudo xohlasa Dilshod akaning uylariga yana bir bor boramiz va hozir biz qurilish materiallari do'koniga keldik. Farhod akamiz bir ikkita narsalar tayinlagan. Hozir birgalikda narsalarni olib, jitkaboy, keyin tiyagalar, mayda-chuyda narsalarni olib, xudo xolasa o'sha uyga boramiz aziz do'stlar. Qani ketdik narsalarni olishga. Mana aziz do'stlar, hozir tiyaga olishga keldik. Jitkaboy olamiz. Kerakli narsalar ustalar tayinlagan. Hozir borib olamiz. Bu yoqda jitkaboy yo'q ekan. Endi bu yoqda tiyagalarni olib olsak, keyin Farhod bozoriga kirib jitkaboy ham olamiz. Bu yoqda Samarqandlik mehmonlar kelishgan. Hozir birgalikda boramiz. Mana aziz do'stlar, tiyagalarni oldik. Endi Farhod bozoridan jitkaboy olsak, ustalarga olib borib beramiz. Jitkaboyni boshlashadi ustalar bugun. Buni qanday qo'yamiz endi? Orqaga sig'maydi. Oynani ochib chiqarib ketish kerak. Oynani ochib, ha? Mana do'stlar, jitkaboy olishga keldik va men buni tanladik aziz do'stlar. Mana 135-dagi jitkaboy tanladik. Chiroyli ekan, mana katalogga ham tushar ekan. Mana aziz do'stlar, jitkaboylarni oldik. Xudo xohlasa endi olib boramiz, usta akalarimizga beramiz. Ishni boshlashadi. Bunaqasiga joylashtiring, yaxshi ketadi. Assalomu alaykum. Keling. Samarqanddan yo'qlab kelishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Sizlar u nima Amerikadan gaplashdingizmi? Bu kishilar amerikalik opani onalari bo'lasiz-a? Ha, onasi. Ha, onasi bo'lasiz. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Gap yo'q. Napatno? Mayli. Ana kamu kabudam seton ko'rishim. Mayli. Ati konuşumun altı patron. İdan ne yapacak? Voy charchamayapsizmi? Kelinglar.
Mana ish bo'lyapti. Tashqari ishga tirkala. Tayyor bo'ldi o'zi oldi. Uyda oldi tomoni. Video şu maşine mi o mekaşone? Saka. Yaxshi keldingizmi, xolajon? Yaxshi kelib oldingizmi? Charchamasdan. Charchamasdan keldingizmi aka? Gap yo'q, rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin opamizdan. Shunday. Kriz aka. Kriz. Jamal Gel Jamal. İlohim, toptaningiz ham vaqt to'yga kelsin, bolalaringiz katta bo'lsin, qishganingizdan qishib pir bo'lingiz, qarib hoji ona, hoji bobo bo'lishni Xudo nasib qilsin. Hech ham qilmaydi. Tinch bo'lsin. Ilohim, podshomiz adolatli bo'lsin. Qarsuvni barakasini bersin. Ilohim hammani yaxshi niyatlariga yesin. Bu yilga yetkazdi, kelasi yil ham ko'payib tinch bo'lib yashaylik. Yetaylik. Bolalaringiz ham katta bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Yo'lingizdan ko'rmasin, ko'zingiz ko'rmasin. Rozi bo'lsin hammalar. Rohatdan ko'ring. Sağ bo'lib yuring hali. Sağ bo'lib deganlarga hech narsa kerak emas. Rahmat, kattakon sizlar. Ha, juda o'qishchini duo qiling. Bir duo qilib qo'ying. Parvina. Ey Xudojon, Parvina opam shirin farzandlar ko'rsinlar, o'g'il qizlar etaklar to'la farzand bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin. Chet ellardan eson-omongina shu O'zbekistonimizga yorug' yuz bilan qaytsinlar, farzandlarini erkalab, etaklar to'lib farzandlar bilan qaytsinlar. Xo'jalar bilan baxtli bo'lsinlar. Xolajonning umrlari uzoq bo'lsin. Shu Yaman eslab kelgan hamma akalar, hammalarning umrlari uzoq bo'lsin. Ballarni rohatini ko'ringlar. Shu ikkita ko'dayimni rahmini yeb, shunchalik uzoq yo'ldan eslab, shuncha narsa olib kelibsizlar. Umrlar uzoq bo'lsin. Xudoyim sizlardan rozi bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat katta hammalar uchun Yana kelamiz. Mayli, yaxshi qo'ling, ziq bo'lmang. Xudo yaxshi ko'rgan odamga sinov beradi. Xafa bo'lmang. Mayli, yaxshi qo'ling. Ha, yaxshi bo'lsiz aka.
Salomat bo'linglar, rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat akajon, kelinglar. Jasmin, xayrlashmaysanmi? Xayrqa? Xayrda. Xayrqa? O'tdi. O'tdi. Ha, yoqda aylantirib keldim. Yoqda. To'g'ri katta yo'lga chiqadi. Yo'l bilishdi, og'abek. Ha, bunday bordik-da. Ikkinchi razryadda. Moshindagilar chiqdi. Jasmin. Sog' bo'linglar. Gap yo'q, Samarqanddan kelib. Astarg'on. Ha? Astarg'on. Qo'y. Shuncha narsa bilan qiynalib ketdi ko'pchilik. Qilib shunchalik. Shuna opani oilasimi bu keladi nimadagi? Ha, u opa Amerikada ekanlar. Onasi ekan bu aka, onasi. Farina opa. Aytganlar boringlar deganlar. Parvina, ha. Farina opa. Parvina opa. Farina opani umrlari uzoq bo'lsin, balalarni ro'yxatdan ko'rsinlar, shirin farzandlar bersin Allohim. O'g'il qizlar. Jasminga o'xshagan, ha? Shokolad yeydi-da bu. Ana beqasam. Assalomu alaykum hammaga, yana bir bor aziz do'stlar, yana Shirin opamiz uylariga keldik. Xudo xolasa bugun 27-avgust shanba kuni o'rtoqlar narsalar olib kelganmiz. Jitka boy tiyagalarni ichlari tayyor bo'lgan ustakalarimiz shu Jitka boyni kutib turishibdi. Jitka boyni bugun xudo xolasa bo'lib shu xonani bitkazamiz aziz do'stlar. Yangiliklar bugun juda ham ko'p bo'ladi. Amerikadan bitta opamiz telefon qildilar. Uydagilar Samarqanddan kelib narsalar berib ketishibdi. Hozir yangiliklar ko'p, ichkariga kirib yana ko'rsatamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman aziz do'stlar, mana bu mashina yangi rozigrish boshlaganmiz. Mana bu Gentramiz, ikkita Cobalt, 20 ta $100 pul mukofotlari qo'yilgan. Biletlarimiz 2200 dona, atiga 1700 dona biletimiz qolgan. Bilet narxi 1000 rubldan ekranda Sberbank ko'rinib turibdi. Shunga pul tashlaysiz. Chekini ism, familiya, ishlaydigan telefon nomer bilan mana shu Telegram nomerga tashlasanglar, sizlarga tez orada bilet beramiz aziz do'stlar. Omadimizni sinab ko'ramiz. Xudo xolasa o'shandan tushgan pulni ham mana shu imoratga sarflaymiz aziz do'stlar. Hozir usta akalarimizga olib boramiz. Mana bularni G'anisher Uz, Jahongir Media operatorlarimiz. Bu yerda Yarmanov TV 100 mingta bo'ldi. Tabriklab qo'yamiz kanaliga kirib. G'anisher Shodiyev olib qo'ying operator. Jahongir Media mana operatorlik qilib turibdi aziz do'stlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jahongir va sizlar Yarman TV, Hasan Bobo, Hasan Himmatov, xullas ko'pchilik kanallarda qo'yib boramiz videolarda, o'tkazmasdan tomosha qilib borasizlar degan umiddaman. Video oldidan like bosamiz, videoni boshladik. Ketdi aziz do'stlar. Nima gaplar, nima so'zlar. Tashqarisini ham o'zi shkatorka birinchi sloy o'zi yarmi bo'lib qopti. Ya, oldilari ancha o'zgarishlar bor do'stlar. Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Kiraylik. Assalomu alaykum. Svet yoqaylik, svetni. Yonadimi? Yo'q, svet o'chibdi. Yo'qdan o'chirilgan.
Yangiliklar вообще ko'p. Assalomu alaykum. Og'abek. Farhod aka, yaxshimisiz? Sizlarmi? Assalomu alaykum. Mana uyda qaranglar aziz do'stlar, mana endi bir kirib oldik. fayz kiribdi-da, qarang. Ichkariga o'z istakanlarimiz joylashib olishdi, xudo xolasa. Bugun jitka boy bo'lsa, вообще ochiladi-da bu uy. Mana xayrli akamiz. Tushib bo'ldingiz, tushiring bemalol. Xayrli akamiz yaxshi uyaladi-da endi akamiz. Aziz do'stlar, uyimiz Derazadan chiqib ketaman deb shunaqa uyaladigan odamlar ham bo'ladi, kameradan uyalishadi. Lekin Xayrullo aka kommentariyalar o'qidingizmi kecha? Juda ko'pchilik sizni yozishibdi, Alloh rozi bo'lsin deb. Jasminaxon qanday? Jasminaxon, zo'rmisiz? Shokoladni kim olib keldi? Parvina opa olib keldimi? Yangalari. Gap yo'q. Onalarimiz, bizlarimiz, xo'jalarimiz, qaynikalarimiz ko'p bo'lib kelishdi. Parvina opaga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Shundan shirin o'g'il qiz bir etak farzand berishini, Amerikada farzandlari bilan bo'lib toshib kelishlarini, yorug' yuz bilan kelishlarini Xudodan so'rab qolaman. Parvina opadan, oila a'zolaridan, hammalaridan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Menga qilgan ehsonlarini u dunyoga ajr savobini Allohning o'zi bersin. Katta rahmat. O'z narsalarni tashlab ketishdimi? Ha, mana. Gap yo'q. Baham ko'ringlar. Bu yoqda bir 3 oylik produkt taqib kelishdi-ku. Gap bo'lishi mumkin emas. Ey Alloh rozi bo'lsin. Bu yoqdagi produktlarga bitta magazin ochib olsa bo'lar ekan, qarang. Bu yoqdan bitta magazin ochib qo'yish kerak endi. Jasminaxon, zo'rmisiz? Sizga nima olib kelishdi? Xursand Jasminaxon, Imonaxon. Shokoladlardan yeng endi. Gap yo'q. Keling, Xayrullo aka, Farhod aka. Jitka boy qanday ekan, bo'ladimi? Shu rangidan oldik. Chiroylimi? obunachilar, assalomu alaykum. Mana qara. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu tarafga. Hali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasminaxon xursand. Jasmina xursand. Qanday Jasmina? Ana, bugun bayram. Ana shunday shirin farzandlar bersalar. Keling, o'tiring qani o'zingiz. Xursandligini qarang Jasminani. O'yinchoqlarni ko'rsangiz buni, voy. Amerikadan kelgan o'yinchoqlar. O'yinchoqlar ham yuborishibdimi? Qani o'yinchoqlarni olib ketchi Jasmina? O'yinchoqlarni ko'raylik. Amerikadan o'yinchoqlar yuborishibdi mana. Charchaysizmi o'zi? Haqiqatdan. Mana uyga ko'chib oldik, nasib bo'lsa bugun. Mana endi kechga sovuqqa bular bugun ko'chadi, bu yoqqa yotadi. Sovuq yo'q endi, sovuqdan sovqatmaydi endi. Keyin bola yotadi. Stejga kecha bo'luvdimi? Kecha qisha. Bo'lib qurib qopti, qarang. Aytmoqchina, tagi stejga bo'ling. Stejgani ko'rsatib yuboring. Mana endi do'stlar, u teshik devorlardan asar ham qolmadi. Endi chayon, ilonlardan qo'rqmasa ham bo'ladi, bemalol. Ketdi-ku. Endi unaqa narsa chiqmaydi. Endi derazalar, oynalar qo'yilsa. Xursand desam, shunga xursand bo'layotgan ekan. Mana kuchukchalar. Yuradimi? Parvina opamiz Yuradi, batareyka. Gapir ekan. Batareyka ketadi unda. Kirasa kerak bu. Yuradi, mana bunaqa. Qani bir ko'rsating qani? Zaryad bormi ekan? Qani yerda yuringizingcha, unisini ko'ringchi, ana qizil shunda bosib qo'ysangiz. Zaryad yo'q. Batareyka qo'yish kerak ekan. Mana ikkita kuchukcha bo'ldi endi. Siz ana bo'ri, shaqol, tulkilardan qo'rqlaydi-da ular. Ikkalasini uyda ikkita tomoniga qo'yib qo'ysiz. Mana bering-da. Mikrofon. Sandik? Ha, sandik olib keldim. Kichkinami sandikcha? Kim Jasminga? Sandikcha qop-qora sandikcha berdi. Nima keltirib qo'yaman? Ochadigan narsa emasmi bu? Mikrofon Jasminga. Sen taqib qo'y. Ketav.
Keling, Xayrullo aka. Mana masalan. Do'stim, Endi gapiring. Jasmina, Keling, Xayrullo aka. rahmat de. Jasmina, rahmat opajon derak. O'tiring qani. Yo'q, keling qani. Bari boshdan befoyda bari. Befoyda bu blogerlar bari aytganini qilmay. Bular vasfa. Aziz do'stlar, kommentariyaga fikrlarni yozib qoldirasizlar. Bu usta akalarimiz kechasi bilan tinmasdan kommentariyalarni o'qiyapti. Bittama-bitta. Juda ham xursand kecha kommentariyalarni yozibsizlar. Xursandmisan? Omad, charchamanglar deb yozib qo'ysanglar, charchoqlar chiqib ketadi-da kech payt borib o'qiganda. Kelaverasam shartga? Bugun. do'stimga ham, zavodchi ham, direktor ham ruxsat berdi. Ruxsat berdim. Mana aziz do'stlar, o'qituvchi bo'lib ishlaydi o'zi Xayrullo akamiz, lekin mana shu savobli ishga boraman. Shu ishimni tashlab kelibdilar. Mana hozir zavod direktorlar ham o'zi ruxsat berib, mayli ishlayversin, ish bitguncha deb ruxsat beribdi. Gap yo'q. Rahmat aytamiz direktoriga ham. Qaysi maktab? Aytmaymiz, mana nechinchi maktabligini. Rahmat aytib qolamiz. Ularni ham duo qilib qo'yasizlar do'stlar. Gap yo'q. Yig'lam begonasiramaydi, hech. Yig'lamaydi. O'tiraveradi. O'tiraveradi. Oyoq sizlar qayerga o'tirsa o'tiraveradi. Endi yig'la. Yig'laga. Tutardi. Ishlar zo'rmi o'zi? Ishlar yaxshi. Qaysin ko'rib qoldimi? Ular sraz tashlab ketishdimi? Keldi. Ana obed kirib o'tirdi. Duo ketdi. Oilaviy kelgan. Gapir. Nimada kelibdi? Damasda. Damasda. Bir Damas bo'lib kelishgan. 70'lar mo'min bu. Mo'min ham kelibdimi shu joydan? Samarqanday joydan. Samarqand. Men sahar borincha 2 marta uxlab olaydim. Men biz yoqda olayotdik-da, jitkoylar. Juda o'chirat ekanda jitkoylar. Magazinda odam ko'p. Patologni ko'rsatdim bu yana bitgan do'stlar. Mana bitganini ko'rsatib qo'y. O'z lampa ochiq turadimi patolog bilan o'rtasi? Shunaqa? Ha, Sirtni bosib chiqadi? Yo, sirt uzilgan ekan. Uzilgan ekan. Kechga yoqib ko'rsatamiz, fosforlar yonsa. Tiyagalar qo'ysa chiroyli xona. Deraza oynalari qachon qo'yiladi? Kechgami? ularni kechroq qo'yib beraman. Alis bitirashni istaydi. Assalomu alaykum. Olib kelingchi menga ham. Yig'laydimi, yig'lamaydi? Voy. Bu kuladi-ku faqat. Kuladi-ku. Hammasiga e'tibor beribdi-da. Hamma narsa. Endi ko'rsam olib ketishdi. Mors mana bloki bilan olib kelishdi Morsni ham. Mors ichasiz endi, faqat Mors ichasiz. Hovuzdagi suvga ham qaramaydi endi bu. Allohim farzand bersin, shirin nashaga o'g'il qizlar. Shu Parvina opamiz Chetdan turib, uydagilarni jo'natganlar. o'zi ham hozir kommentariya amerikalik opamizga farzand bersin Duo yozadi. qilinglar, obunachilar. Parvina opamizga ham men ham duo qilaman. Ko'pchilik duosi bilan o'tadi. Allohdan so'raymiz. Farzand bersin opamizga. Shunday Parvina opamizga ham. O'zbekistonimizga farzandlari bilan yorug' yuz bilan qaytsinlar. Aytganimiz kelsin shu Parvina opamizga mana shunaqa shirindan shirin farzandlar, o'g'il qizlar nasib etsin. Bu qiz dadasiga o'xshaganmi deyman? Olinglar. Samsar olib kelishgan ekan. Sizlar olib qo'ydik. Olinglar. Oyla. Aka oldilar. Bir karabkan bo'shatdi. Ha, karabkan.
Somsalar ketdi Samarqandga. O'zimiz xafa qilmaymiz. Samarqanddan mana somsalar yuborishibdi. Nimani? Ha, endi jentra xizmat qiladi-da, nima qiladi? Do'stlar, hozir to'g'risi ketib juda ham xursand bo'ldim. Mana narsalarni qaranglar. Amerikadagi bitta opamizni uydagilari, samarqandlik akalarimiz, opalarimiz bir dunyo produkt olib kelishibdi. Suvlar, guruch, un, kartoshka, piyoz, kiyimlarni qaranglar, qishki kiyim, yozgi kiyim. Bitta magazin ochib olsa bo'ladi bu produktga. Qaranglar, mayizlar, no'xat, xullas yo'q narsani o'zi yo'q aziz do'stlar. Juda ham xursand bo'ldim. Qaranglar, tomatlargacha, piyoz, mana bular nima, dazmol, mana bu idishlarni qaranglar. Nonlar, pachka, pomidor, bodring. Qaranglar do'stlar, dasturxondagi narsalarni qaranglar. Uzumlar, somsa, manti, shokoladlarni qaranglar. Turma-turiga bor do'stlar. Jasminaxon maza qilib yeydi endi shokoladlarni. Birinchi kun kelganimizda ko'rgan bo'lsanglar, mana shu dasturxonda yeyishga hech narsa yo'q edi. Tuxum ham yo'q edi hatto uyda. Qaranglar endi dasturxonni to'lib toshganini. Shunaqa yaxshi insonlarimiz bor, xudo xolasa O'zbekistonda qiynalgan oilalar qolmaydi. Mana shunaqa birlashaylik aziz do'stlar. Yordam qilsak, xudo xolasa buni savobi katta bo'ladi. Mana buni qaranglar, kichikchalar olib kelibdi. Jasminaxonga yuradi, o'zim batareyga qo'ysa yuradigan kichikchalar olib kelibdi. Ha, pastda knopkachasi. Ha, ushlab yuriladi-da u kuchukcha. Gap yo'q, mana morslar har bir narsaga e'tibor berib olib kelishganda, ro'zg'orga nima kerak bo'lsa olib kelishgan. Idish, tovoq. Juda ham xursand bo'ldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalarimizga rahmat aytamiz. Parvina opamizga ham kattakon rahmat aytamiz. Ishkilat yesam? Bolajon, janob. Alloh o'zi ajr savobini Qara. Torti bittasini. Ha, o'rtasini. Детский bo'lmang, yarma. Ola. Yet. Ishkilatmi aka? Yet. Yengchi? Anchir bo'ladi. Shirinmikan? Qanday ekan? Shirinmikan? Videoga qarab rahmat qo'ying. Rahmat deb qo'ying. Bo'ldimi, o'tdimi? Dilxandikam. Ana. Mana hamma yurtdoshlarimizga kattadan katta rahmat aytib qolaman. Kattakon rahmat, umrlar uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Alloh amin. Mana shu akalarimizni, opalarimizni, singillarimizni qilayotgan ihsonlari Allohim o'zini hammasini qabul aylasin. Allohim mana shu xonadonda, mana shu singlimizning xonadonida faqat yaxshi kunlar, to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Mana shu ukalarimizda ham, bloger ukalarimizda ham omadini bersin. Oilaviy sog'lik, salomatlik tilaymiz hammamiz. Hammamiz omadimiz bo'lsin Allohim. Rizqimiz mo'l bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Har doim yaxshi kunlarimizda birga bo'lishlik nasib o'zi aylasin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohu akbar. Xullas aziz do'stlar, ishlarimiz shunday davom etyapti. Keyin bitta narsani so'ramoqchiman. Hozirda bizning videolarimizda 95-96% kishi obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti ekan. Shuning uchun qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, keyingi videolarimiz sizlarga SMS bo'lib kelib turadi va o'tkazib yormaysizlar. Xudo xolasa 50 mingta qilaylik. Mana shu Hasan Himmatov kanalini ham podeshay qilasizlar degan umiddaman. Hoziroq obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shu videoni sarqalish uchun bitta donadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Like bosish ham, obuna bo'lish ham tekin aziz do'stlar.